Qush tili foydalari haqidagi lavhamizning birinchi qismini albatta ko'rib chiqing, chunki siz uchun juda zarur. Aynidan biz bilan ikkinchi qism, ya'ni retseptlar qismida uchrashib turibsiz. Qani ketdik bo'lmasa. Bu o'simlik arterial bosimni tushirishini aytmabman sizga. Iloji boricha qush tilini ildizi bilan yulib oling va yuvib tozalab 2 sm atrofida kesib chiqing. Shu holatda salqin joyda quritib qo'yasiz. Ayni kunlarda esa nam holida damlab ichsangiz bo'ladi. 50 gram o'tni 1 litr suvda 5 daqiqa qaynatasiz. Iliq holda sistitda vanna qilinadi va 20 gram o'tni 1 stakan qaynoq suvga damlab 50 gramdan kuniga 3 mahal och qoringa ichiladi. Bu damlama nafaqat sistit, balki birinchi qismda sanab o'tilgan qator kasalliklarda, jumladan buyrak, ginekologik, yurak qon tomir tizimi, nafas yo'llari kasalliklarida koni foyda. Undan tashqari gemoglobinni oshirib, terini yaltiratib, yoshartiradi. Ishtahani ochib, semirishga yordam beradi. Ha aytgancha, yuqorida men aytgan damlamaning ichilish kursi 10-15 kun qabul va 5 kun dam tartibida amalga oshiriladi. Holatga qarab 2-3 kurs davom etasiz. Buyrak toshlarini eritishda 3-5 kurs qo'llanilib, tekshiruvdan o'tasiz, holatga qarab davom etasiz. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Reelsni o'zingizga saqlab, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Storieslarni ham kuzatib boring. U yerdan ham zo'r qo'shimcha ma'lumotlar topa olasiz. Omonlikda diydorlashguncha.